Nimaga qimmat kiyim kiysangiz ham siz ustingizda arzon ko'rinadi. Chunki siz rang kombinatsiyalarini noto'g'ri tanlaysiz. Hozir men sizga qimmat ko'rinadigan 3 ta rang kombinatsiyasini ko'rsataman. Birinchisi bordoviy hamda temno-siniy. Loro Pianadan bordoviy rangdagi vitrovkamiz materiali 100% sherstdan tashkil topgan, yoqali, qo'l hamda tag qismlari manjitli qilib ishlangan, yonkistali, oldilari klетчатный qilib tikilgan. Pastki qismga temno-siniy rangdagi jinsi shimimiz hamda oyog'imizga temno-siniy rangdagi ajoyib mokasinamiz. Ikkinchisi seri hamda qora rang. Vitrovkamiz seri rangda, materiali sherstdan tashkil topgan, fasonlarga gap bo'lishi mumkin emas. Kistalari pistolli qilib ishlangan, ichidan qora amerikanka moslaganmiz. Pastki qismga Loro Pianadan polklassika uslubidagi shimimiz hamda oyog'imizga seri bilan qora kombinatsiya bo'lgan ajoyib barsovka mosladik. Uchinchisi Bomba Shop do'koni uchun maxsus chiqarilgan jinsi dvoykamiz. Ushbu jinsi dvoykamiz temno-siniy rangda, qolipi juda ham yaxshi chiqqan stretch materialli, qo'l hamda past qismlari primoy variantida, pastki qismi qolipi juda ham yaxshi chiqqan, oyog'imizga temno-siniy rangdagi keda mosladik. Sizga qaysi lukimiz ko'proq yoqdi? Kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Bomba Shop to'g'ri tanlov.